Qaynona ona bo'lmaydi. Kelin qiz bo'lmaydi. deb ko'pchilik bir-biridan xafa bo'lib o'tiradi. Baxtli oilalar uchun top maslahatlar. Qaynonalar kelinini kamchiligini yuziga gapirib, joyida hal qilib, uydagi gapni qarindoshlar chatida обсуждение qilishi kerak emas. Kelinlar ham oyijon deb oldida laganbardorlik qilib, boshqalarga qaynonasini orqasidan yomonlagandan ko'ra, boshidan o'zini boricha ko'rsatishga harakat qilish kerak. Qaynonalar o'zini zamonidagi qiyinchiliklarni gapirishni to'xtatsa, Kelinlar esa qaynonani yashab o'tgan tajribasini hurmat qilsa, oilada kelishuv bo'ladi. Oila bu bir-birini sirini ochadigan emas. Balki bir-birini kamchiliklarini yashirib yashaydigan qo'rg'on bo'lish kerak. Kelin eri bilan urushib qolsa, Qaynona kelinni o'rtasida женская solidarность bo'lishi shart. agar yoshlar aylangani ketsa, Qaynonalar tiqilmasdan o'zini eri bilan yoki dugonalari bilan aylanishga ketish kerak. baxtli oila bu zo'r qaynona yoki zo'r kelin degani emas. Bu bir-birini hurmat qiladigan, bir-birini поддержка qiladigan ikkita ayol degani. Ayt. Ha?